Assalomu alaykum kvartet jamoasi kanali obunachilari hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan tomosha qilib turgan do'stlar, sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif buyurish orqali ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qadrdonlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Marhamat tumanining Qiziloyoq mahallasiga bo'lyapti. Sababi Ozdoxon onajonimiz tavallud yamar ekan. Shu munosabat bilan bizga Rossiyadan turib o'g'illari Furqat akamiz murojaat qildi. Furqat akamiz nafaqat onasini, otasini, ukasini, qolish opasini, xolos jamiki yaqinlarini tabriklayapti. Hozir kirib Furqat akamiz bilan hamma yaqinlarini tabriklab, ko'ngillarni ko'tarib xursand qilishga harakat qilamiz. Albatta uyga tashrif buyurish uchun ekran chiqgan nomerlarga bemalol Telegram, imo, WhatsApp yoki prямой telefon qilsangiz, xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Demak, uyga tashrif buyursa navbatdagi sonni biz boshlaymiz. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri, suyulgan fuqarom, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyulgan fuqarom, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri sar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimdir fuqarim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Canginam, ona mehribon ginam, ona canginam, ona canginam, ona canginam. Rahmat, bitta qarshi javob bering. Avvalambor assalomu alaykum onajonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tuzingizda ozroqlar yaxshimisiz? Tug'ilgan kuningizdan chin qalbdan tabriklaymiz. Ilohim tanajon sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Jamiki yaqinlaringiz, farzandlaringiz, nevaralaringiz, chevaralangiz hammasini baxtiga ilohim sog' salomat bo'lib yuring. Shu musofirda farzandingiz bor ekan, Furqat akamiz aynan shu inson bizga murojaat qildi. Qolaversa mana shu yerdagi jamiki farzandlaringiz nomidan keldi, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklab. Shu farzandlaringiz nomidan ajoyib sovg'alarimiz bor, bitta qarshi javob topshirib qo'yamiz. Dünya kezib dünya topaydi, shoh tulparda ulab shapaydi, saroy qurib tomin yapaydi, ona seni unutganmiz. Opajon, siz ham ukangizdan chiqargan yo'q, opam meni onamdek bo'lib qolgan dedi. Shuning uchun ukangiz nomidan bitta qarsalayman, topshirib qo'yamiz. Va albatta tog'ajon, sizga ham o'g'lingiz musofirdan turib qolaversa, mana shu jamiki farzandingiz nomidan rahmat. Hayotingiz mobaynida Qur'ondek aziz o'yinda Qur'on kitoblarini bir olib keldik. Bormagan bo'lsa, shuni haqlarga borib, borgan bo'lsa qayta borib, yanada qayta hojat olaverish tasdiq qilsin deb qolamiz. Hamma farzandingiz nomidan otajon sizga rahmat. Ilohim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oilalarda mana xursandchilik hech ham tark etmasin deb qolamiz. Va albatta onajon farzandingiz nomidan bir ajoyib podarkamiz bor. Bitta qarshi toptirsalaring onajonimizga mana shuni topshirsak. Ilohim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har kun shunaqa xursandchiliklarga boy bo'ling ilohim. Va albatta endi yana sovg'alarimiz bor. Tug'ilgan kun bayramlarimiz shirinlik nasib bo'lmaydi. Mana bu shirinlikni ham tug'ilgan kuningiz onajon qabul qilib qo'yasiz. Rahmat. Sog' bo'lar. Endi Furqat akam hech kimni esdan chiqargan yo'q. Hammalariga bir mehribon ekan. Endi Farhod akamiz bor ekan. Qani Farhod akamiz? Aka sizga ham akamiz sovg'a jo'natdi. Sizni ham tabriklaymiz. Mana shu sovg'ani akangiz nomidan. Allah razı olsun. Endi tog'ajon birinchi bo'lib sizdan tabrigim bo'lsa kerak. Ikki og'iz tabrik qolaversa, biz jo'natgan farzandingizga haqida dilli duolar bo'lsa, birinchi sizdan eshitamiz, keyin qolganlardan tabriklar eshitamiz. Olib turinglar. Avvalo, Zohirlarga xush kelibsizlar. Mana o'g'lim Rossiyada
Xursandchilik ko'zlashar, to'g'ri tushunamiz. Mayli, inson bo'lyapti. Albatta. Allohim umriga rizqga baraka bersin. Hayotda nimaki yaxshi narsa niyatlardan amalga oshsin. Duolarini rohatini ko'rsin. Alloh begona joylarda yuribdi, Allohim o'zi panohida saqlasin. Umriga rizqga baraka bersin, kuch-quvvat bersin, sabrda quvvat bersin. Mana shunday o'tishlar hamisha hammamizga nasib qilsin. Inshaalloh. Alloh aytganlarga rahmat. Sog' bo'linglar. Endi onajon sizdan ham tuzayotgan farzandingizga kelgan mehmonlar ikki og'iz duolar tilanglar bo'lsa mana. Ilohim. Avval Xudo Allohim. O'zi mehribon, o'ziga hamd sanolar bo'lsin. Amin. Payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin. Yaratib qo'yganiga shunchalik qilib o'ziga shukrlar bo'lsin, hamd sanolar bo'lsin. Amin. Shunchalik qilib 3 ta bolam bor edi. Shunchalik ko'paytirib qo'yganiga shukr Allohim. Hammamizni safimizdan xato qilmasin, ota-onalarimizdan xato qilmasin, o'tirgan onlarimiz yo'qolmasin. Jigarlarim, jigar bag'rilarimni, rohatlarini, baxt kamollarini ko'rishlikka Alloh o'zi nasib qilsin. Bolamni ham boshlarini omon qilsin, hammasini ham. Alloh tuprog'i oltin bo'lsin, oltin boshini Alloh o'zi omon qilsin. Qo'shganlari bilan qo'sha qarasin hammasi. Nevaralar, chevalarni ko'rishlikka buni buyog'i ham nasib ro'za aylasin Parvardigor Allohim. Mashhurda sinlarim bor, biri onam, biri singlim, biri opam. Hammasini Alloh rozi bo'lsin. Bolalaring rohatini ko'rsin. Sizlarni ham tani jonlaringni Alloh sog' qilsin. Shu yerda yurtda kam bo'lmasdan yurishlikni Alloh o'zi nasib ro'zalar. Bolalaringga bosh bo'linglar sizlar ham. Shu yerda o'tganlarimizni, jami o'tganlarni hammasini ruhi shod kelib shod bo'lsin. Qolganlarni o'zi salomat qilsin Allohim. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmat. Allohu akbar. Aytganlaringiz sog' bo'ling onajon. Davom etamiz. Endi siz kelgan mehmonlardan onajonlarimizdan ham bir ikki og'iz onajonimizga tabrik tilaklar bo'lsa, yosh kattadan eshitamiz, keyin farzandlarga o'tamiz. Qani? Hoji opam iloyim, hoji akam bilan sog' salomat bo'lsin, qo'sha qarishsin. Jigarlarim hammasi sog' bo'lsin. Jannatxon bolalariga bosh bo'lsin. Elda aziz mukarram qilsin. Iloyim bolalarini huzur halovatini ko'rib yursin. Bolalari ham ahli solih, ilmli, bilimli bo'lsin. Furqat berdi ham tani joni sog' bo'lsin. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin iloyim. Bolalarini rohatini ko'rsin, bolalaridan ko'rsin. Hammasiga bolalaridan qaytsin. Farhod begim qo'shgani bilan qo'sha qarisin iloyim. Yaxshi yana o'g'il qiz farzandlar bersin. Nima niyat maqsadlar qilgan bo'lsa hammasiga farzandlaridan qaytsin iloyim. Yangi yillarga ham shu vaqtlarga hammamiz bola chaqa jigar bag'rlarimiz bilan tinchlik xotirjamlikda mahalla ko'ylarimiz bilan sog'lik salomatlikda yana yetish mana shunday kunlarda ko'rish nasib qilsin. Allohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Allohu akbar. Aytganlaringiz rahmat hojon, siz ham sog' bo'ling. Davom etamiz. Kimdan? Tabriklar qo'ydi qizi. Ilohim Parvardigor avvalo tinchlik omonligini bersin, yaxshi kunlar bo'lsin. Allohim mana akam xonadoniga to'planib biz Allohim akam bilan ayam ham qo'sha qarisin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rsin. Allohim mana otam enamiz o'tib ketdi. Biri ona bo'lsin, biri ena bo'lsin. Allohimiz kelganimizda chiroyli bo'lib kutib olsin. Yana shu kunlarga hammamiz sog'lik salomatlikda bag'ri butunlikda ko'rishlik Allohim o'zing nasib aylagin. Sizlarga ham rahmat, shunchalik kelibsizlar, mana ayam yo'qlatsinlar. Ayam bunaqa yoshlar ko'pini ko'rsin Allohim. Tinchlikda, yaxshilik kunlarda hammamiz ko'rishni Allohim o'zing nasib aylagin. Rahmat aytganlaringiz sog' bo'linglar. Davom etamiz. Sizlar eshitamiz hojon. Avvalambor xush kelibsizlar xonadonimizga. Hammanglarga rahmat, ammalariga, xolalarga, hammasiga rahmat. Onamga sog'lik tilayman. Birinchi bo'lib uzoq umr ko'rsin, uzoq salomat bo'lsin. Dadam yonida doim shunday tursin. Jigarlarim sog' bo'lsin. Hammanglarga rahmat. Rahmat. Qarsaga rahmat. Rahmat. Sizlar ham sog' bo'lashish onajonimiz, tog'ajonimizni baxtiga. Endi aka o'g'illardan ham ikki og'iz. Musofirdagi akasi nomidan, o'zingiz nomingizdan. Omonda bo'ling. Olamda hammalar xush kelibsizlar. Dadam bo'ling ilohim. Uzoqda yurgan birinchi akamdan, nomidan, o'zimning nomimdan, avvalambor ota-onamiz umri uzoq bo'lsin. Umriga Alloh baraka bersin, duogo'ylarimiz. Qolganlarga hammaga kelganlaringga rahmat. Akam nomidan ham, o'zimning nomimdan ham tabriklayman. Ilohim baxtimizga. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, yana farzandlar bormi? Nevaralarga o'tamizmi endi? Bo'ldi. Endi nevaralarga navbat. Qani? Sog' bo'ling.
Bajonim qiling. Qazilar bilan, voy malades. Shu buvajoningiz yoshiga yetib yuring iloyim sizlar. Davom etamiz. Yana kim? Rahmat. Kim yana? Opam bilan pochchamiz umri uzoq bo'lsin, ota-onasini aziz qilgan jigarlarimiz, jiyanlarimiz elda aziz bo'lishsin. Farzandlari kamida o'zlariga o'xshagan, ota-onasiga chiroyli xizmat qiladigan farzandlar bo'lib yetishsin. Ya'ni shu oy shu kunlarga eson-omon ikkala choli kampirni katta hojilardan kutib olish nasib qilsin hammamizga. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'lasiz. Menimcha qolmadi. Xo'p. Albatta. Endi onajon yana bir bora tabriklaymiz va jamiki farzandlar nomidan mana shu qo'shiqda turganingizga sifatida qabul qilasiz. Borligingiz unutdim yo'llarimga zo'rligingiz unutdim umidlarim kesilgan bu dunyoda yolg'iz umidlaringiz unutdim umidlarim kesilgan bu dunyoda yolg'iz umidlaringiz Ganimetim, amanetim, anacan Ganimetim, amanetim, anacan Ganimetim, amanetim, anacan Asla taktım, aleyküm dost tapmadım Alt ko'ngilli bir qara ko'z tapmadım Shamallarga sovirdim gul so'zlarni lekin sizga bir shirin so'z topmadim Shamallarga sovirdim gul so'zlarni lekin sizga bir shirin so'z topmadim Ganimetim, amanetim, onajon Ganimetim, amanetim, onajon Ganimetim, amanetim, onajon Ganimetim, amanetim, onajon Onajon, onajon Sen onam şeker, onam kan, onam Oğlumuzga mehri sıfaylar, onam Asal onam şeker, onam kan, onam Bugün nabiralar bilan ben, onam Farzandlarimdan birga dardosh bo'lib Nabiralar to'yida bosh bo'lib Farzandlarimdan birga dardosh bo'lib Nabiralar to'yida bosh bo'lib Farzandlaringiz yoshga kirganda o'ynab yuringiz yigirma yosh bo'lib Farzandlaringiz yoshga kirganda o'ynab yuringiz yigirma yosh bo'lib Ey asal onam shakar onam qand onam O'g'limizga mehri sipaylab onam Asal onam shakar onam qand onam Bugun nabiralar bilan band onam Mana otam o'ynab yuring otam Mana otam o'ynab yuring otam Davralar to'ldirib o'ynab yuring otam Davralar to'ldirib o'ynab yuring otam Shak 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 to'ladi tomdan yomg'ir yog'adi Shak 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 to'ladi tomdan yomg'ir yog'adi Shu ishqa o'ynasiz go'zallarga yoqadi Shu ishqa o'ynasiz go'zallarga yoqadi Ezduan kapır istaran papanın gül bazı Ezduan kapır istaran papanın gül bazı Baban olmayıp sana can papanın gül bazı Baban olmayıp sana can papanın gül bazı Sana varmış oklardan tüyönüşüm gülmemişim Evlatları yandı bana can ozanlar bilmemişim Azıya çekmen etmeyin tutam olmamışım Arsine sürleyin tufon papanın gül bazı Nesine sürleyin tufon papanın
feristan papanın yılbaşı Erzurum'da feristan papanın yılbaşı Papan olmayıp sen can papanın yılbaşı Papan olmayıp sen can papanın yılbaşı Davralarda oynasın anam Toylar körbe oynasın anam Tut davra başındaki taç Ki alemde eyledim fırat Tut devlet başındaki taç Ki alemde eyledim fırat Hani istedik yayın kırk kulaç Davralarında oynasın anam Hani istedik yayın kırk kulaç Davralarında oynasın anam Sözü uçkur nefesleri var Yüreğine yaktı sönmezsin Sözü uçkur nefesleri var Yüreğine yaktı sönmezsin Başını gidey kırayın turnuğay Duylar körbe oynasın anam Davralarında oynasın anam Ay Yavuz Rahmat, ilohim sog' bo'linglar, salomat bo'lib o'ynagan qo'ylar hech ham dard ko'rmasin, xudo xolasa. Tog'ajonimiz bilan onajonimiz bir yuzlarga yubileylar qilib, qatorimizdan kam bo'lmay, o'sha paytda shunaqa qilib hammamizdan ham bir qatnashishni hammamizga nasib qilsin deb qolamiz. Menimcha tabriklar qo'shiqlar bo'ldi. Endi esa har doimdek eslash uchun rasman tushganmiz. Navbat fotosessiyaga. Onajon yana bir bor tabriklaymiz. Ilohim sog' bo'ling, xudosi kelgusi tug'ilganingizda shu musofirdagi farzandlar bilan shunaqa jam bo'lib inshaalloh nasib qilsin deb qolamiz. Endi hoji bova bizga bitta chiroq duo qilib berasiz. Ilohim amin. Allohim avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Hammanglar kelganingizga rahmat. Ishinglarga rivoj. Allohim sizlarga ham hindi tug'ilgan kunlarga, shunday bazmlarga yarashgan Alloh yetkazsin hammangizga. Alloh. O qadrdonlar ko'rdim shunaqa bir yuqori kayfiyatda afsuski navbat uyga tashlab o'z payoniga. O'ylaymiz-ki biz yotgan insonlar va bizni tomosha qilgan insonlar sizlarga yoq degan umiddamiz. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, musofirdagilar tezroq yaqinlaring, oilalaring barakat ko'rish nasib qilsin deb qolamiz. Kvartet jamoasi hamisha sizlar uchun rahmat.